Dada, bugun bir oilaviy o'tirib ovqatlanamiz. Qachon? Buncha narsani qayerdan olding? Puli qayerdan olding, puli? Ishlab topdim, dada. Qanday? Bu ichkarida ishlamaydingki sen? Un tarixi uzun, dada. Undan ko'ra oling mevalardan egalik qani? May. Mana qaraqan. O'g'irladingmi yo'q? Yo'q, qarz oldingmi bittasidan? Dada, xavotir olmang, hammasi yaxshi, hammasi halol. Men XM savdo ilovasi orqali pul topdim. Xolismi ham ko'rsatib beraman. Ha, ko'rsatgan? XM bu xalqaro broker. Uni yaxshi o'rganib, pulni tez yechib olish mumkin. Undan tashqari salbiy balansda himoya ham bor. Mana, men bu yerda oltin bilan savdo qilishni tanladim. Dollar zaiflashishi mumkin. Oltin esa ishonchli aktiv. Uning zaxiralari chegaralanmagan va vaqt o'tgan sari qadri oshadi. Ha, ko'raman. Keyinchi? Men oltini $2200 narxda sotib oldim. Keyin $2260 sotdim. Farq ko'ryapsizmi? Shunday qilib daromad olaman. Mana qara, ish boshlash uchun pulni qayerdan olding? Yo, men pullarimni oldingmi? Yo'q dada, menga XM $300 bonus berdi. Shundan boshladim, sekin-sekin o'rgandim. Mana natijani ko'ryapsiz. Malades bacham, sen bilan faxrlanaman. Malades. Agar siz ham XM ilovasi orqali pul ishlamoqchi bo'lsangiz va yaqinlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, profildagi havola orqali o'ting va XM dan $30 bonusni qo'lga kiriting.